Uchuvchilik sohani o'zi katta mas'uliyat talab qilinadi. 2006-yildan beri O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga ishga kelganman. Bizga har bir reys bizga o'ziga yarasha qiziqarli. Tower, this is flight 74 Lima 28 Charlie. We are on final approach. Boshqa gaspni to'g'risi ko'rmaganman, o'ylab ham ko'rmaganman, tasavvur ham qilmaganman. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Rahmat. 5 yillik intervyularim, ya'ni 5 yillik jurnalistik faoliyatim davomida birinchi marta uchuvchi bilan suhbat qilyapman. Rozi bo'lganingiz uchun ham minnatdorlik bildiramiz. Rahmat. Mana minnatdorman, xursandman. So'nggi paytlarda juda ko'p aviatsiya sohasi mediada ham, odamlar o'rtasida ham muhokamada. Turli avia katastrofalarga guvoh bo'lyapmiz, turli samolyotlarning qulaganiga guvoh bo'lyapmiz. Umuman olganda bizning endi o'ylashimiz bo'yicha xuddiki dunyoning osmoni xavflidek ko'rinyapti. Uchuvchi sifatida siz bu fikrga qanchalik qo'shilasiz? Bu fikrga men qo'shilmayman. Avvalambor bu oxir paytda media juda rivojlanib ketyapti. Oldin bu narsalar, oldin ham bo'lgan narsalar, bunaqa vaziyatlar, katastrofalar ham bo'lgan. Statistika bo'yicha transport vositalari ichida eng xavfsiz o'zi aviatsiya hisoblanadi. O'shaning uchun hozirgi medialar shunchaki rivojlanib ketganki, darhol tarqalib ketyapti. Keyin to'g'ri, noto'g'ri ma'lumotlar berishyapti-da, o'shaning hisobiga insonlarda har xil fikrlar paydo bo'lyapti. Xavf paydo bo'lyapti, qo'rquv paydo bo'lyapti. Bu narsa aslo noto'g'ri. Aviatsiyadagi qulaylik yaratildi-da. Ko'p dunyoni kezish, dunyoni ko'rish, qisqa vaqt ichida manziliga yetib borish shu transport dunyoga keldi. Hammasi o'sha doimiydek, o'sha uchishlar, osmonda ham hech narsa o'zgargani yo'q. To'g'ri, lekin ancha xavfsiz bo'ldi, chunki samolyotlarimiz ancha zamonaviylashdi. Ko'p narsa avtomatika bo'ldi, ko'p narsa jihozlari rivojlandi, ko'p narsasi xavfsiz tomondan modernizatsiya qilindi. Xavfsiz bo'ldi deganda oldin qanaqadir xavf bormidi? Oldingi paytda ko'p narsa uchuvchilarga bog'liq bo'lgan edi. Insoniyat omili degan narsa bor. Aviatsiyada ham bor, bu hamma sohada bor. Insoniyat omili statistika bo'yicha baland edi. Shu anaqani statistikani kamaytirish maqsadida samolyotlar hammasi modernizatsiya qilinyapti-da. Hozirgacha qilinib boryapti. Bu narsani kamaytirish, statistikani kamaytirish bo'yicha, texnikani nosozligini kamaytirish bo'yicha mana shu rivojlantirilyapti. Keling endi biroz sizni faoliyatingizga ham to'xtalib o'tamiz, chunki har kuni uchuvchi bilan ko'rishayotganimiz yo'q. Oylab vaqtimiz ketdi, sizning vaqtingizni topish uchun. Qanday qilib uchuvchi bo'lib qoldingiz? Necha yildan beri uchasiz? Shundan boshlang. 2006-yildan beri O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasiga ishga kelganman. Undan oldin 5 yil, 20 yildan beri shu kompaniyada. 18 yildan oshdi. Undan oldin 5 yil o'qishda o'qidik. Sankt-Peterburg shahrida akademiya fuqaro aviatsiyasida o'qidik. 5 yil ta'lim oldik. 2006-yilda keldik. Kelgan zahotimizda biz kichkina samolyotlarda uchdik. 4 yil davomida An-24 degan samolyot bo'lardi. Endi qaysilar? O'sha 2006-yilda, 2006-yilda o'sha payt uchilardik. O'shanda An-24 rusumli samolyot uchilgan. U Sovet Ittifoqi paytida ishlab chiqarilgan edi. Juda xavfsiz samolyot. Uni tarixida ham bunaqa katastrofalar kam bo'lgan. Samolyot bo'yicha endi minus taraflari ozgina shovqinida, moralni eskirgan samolyot edi. Birinchi uchgan samolyotingiz qaysi ekanligini eslaysizmi? Shu tipdagi samolyotlarmi shunda? Birinchi endi kursantlik sifatida. Kursantlik paytda uchganmiz. An-2 degan samolyot bo'lardi. Uni odamlar orasida kukuruznik deyshadi. Chunki u dalalarga dori sepadi hamda. Siz hozir payt sepadi. Trening sifatida uchib ko'rgansiz. Biz trening sifatida biz o'qish payti davomida 3-kursdan keyin bizda trening mashg'ulotlarimiz bor. O'sha paytda bo'lgan, hozir ham bo'lsa kerak. O'sha paytda yoz oyida o'qishlarni bitirib kelardik.
3-chi kurs tugatib kelganmizda bu yerda 1 oy uchganmiz. 4-kursda ham kelib ham 1 oy uchdik. Mana shunaqa. Treningdan keyin, ya'ni professional uchuvchi bo'lganingizdan keyin qaysi samolyotni uchdingiz demoqchi bo'ldim. Ha, Qancha odam tashladingiz birinchi bo'lib? Shu An-24 da 2006-yildan boshladik. O'sha eslay olasizmi? Nima bo'lgan? Qanaqa sizlar bo'lgan o'shanda? Mas'uliyat, chunki yuzlab odamlarni hayoti ekipajning bo'ynida bo'ladi. Ha, albatta bo'ladi. Endi mas'uliyat avvalambor shu uchuvchilik sohani o'zi katta mas'uliyat talab qilinadi. Xuddi shunaqa. Chunki bu ishga kelgan zahoti uchuvchilarni tayyorlash tizimini o'zi shu narsaga olib keladiki, har bir uchuvchini shunaqa tarbiyalaydi-da. Doimiy bu narsani his qilasiz. Doimiy his qilasiz. Tabiatan. Albatta bu narsaga siz tayyorlanib borasiz, har doim mashg'ulotlar bo'ladi. Uchuvchi bo'lishdan oldin keldingiz, mana o'tir hayda degan narsa yo'q. Avvalambor kabinaga borguncha ancha bosqichlar bor. Bosib Necha o'tish yil kerak. vaqtingiz ketmash? Uchuvchi, professional uchuvchi sizga hujjatni, guvohnomasi qo'lingizga tekkuncha. Shu o'qish davomida 5 yil bo'ldi. Shu 5 Undan yil. oldin ham adashmasam aviatsiya litseyida o'qidim dedingiz. U aviatsiya litseyida o'qidim, chunki shu sohaga qiziqib, shu soha aviatsiyaga yaqinroq bo'lish maqsadida o'sha aviatsiyaga shu bog'chalik paytimdan qiziqqan sababli o'qish paytida ham qiziqardim. Keyin o'sha aviatsiya litseyi borligini eshitib, bu yoqqa kirib, u yoqda 2 yil tahsil olib, keyin akademiyaga Sankt-Peterburgga o'qishga kirdim. Mana 20 yilga yaqin ishlayapsiz. Qayerlarga uchasiz odatda? Qaysi reyslarningizga berishadi? Hozirda 2017-yildan beri Boeing 787 Dreamliner degan havo kemasida uchamiz. 2021-yil havo kema sardori bo'ldim. Hozirgi paytda shu samolyotimiz ko'proq New York, Seul, Jakarta, Moskva, Dubay, Istanbul kabi shaharlarga, Pekin kabi shaharlarga parvozlar amalga oshiryapti. Asosiy liniyalarda o'zingiz ekansiz demak. Ha? Demakki, uchuvchi sifatida ularning ishonchini oqlagandir sizki, bu yo'nalishlarni berishgan. Chunki 12-13 soat uchiladi masalan New Yorkka, har bir uchuvchiga ham berilavermaydi bunaqa reyslar. Ekipaj a'zolarining ham baribir tarifi bor, adashmasam. Yo'q, bizda unaqa narsa yo'q, chunki hamma uchuvchi tarif degan tajribasiga qarashadi. Tajribasi shunaqaki, endi New York, masalan shu New York yo'nalishi bo'yicha bizga endi xalqaro standart bo'yicha bizda ma'lum bir soat uchgan bo'lish kerak. Shu tipda, tip samolyotda uchgan bo'lish kerak. Masalan, kelib 3-4 oy uchib shu ma'lum bir soatni egallab, keyin Amerikaga dopusk olsa bo'ladi. Uchuvchilarning uchgan o'sha soatni ham hisoblab boriladi. Albatta. Sizniki necha soat bo'lgan endi hozir? Menda hozir hammasi bo'lib 8000 dan oshdi. Mana 8000 soat osmonda bo'libsiz. Keling endi shu reyslarga ham to'xtalaylik. Ko'pchilikka bu qiziq. Eng yodingizda qolgan parvoz qachon bo'lgan, qayerda bo'lgan? Avvalambor kursantlik paytda bu narsalar esga tushadi. Birinchi parvoz baribir esda qolarli bo'ladi. Shu An-2 da kichkina samolyot. Dori sepadigan samolyot. Endi dori sepadi, u boshqa payt sepadi. Endi biz kursantlik paytda u faqat kursantlarni mashg'uloti bilan shug'ullanadi. Ichi ham o'rindiqlar bilan egallangan, o'rindiqlar bilan jihozlangan. Biz o'sha samolyotda birinchi parvoz qilganimiz o'sha ko'ngil ko'tarilib qilgani o'sha samolyot bo'lgan. Chunki u yerda avtopiloti ham yo'q edi. Qo'lda o'zingiz uchardingiz, o'zingiz boshqarardingiz. Xuddi velosiped uchganda endi boshida qiziq bo'lgani uchun ham o'sha samolyotga shu esda qolarli bo'lganda. Professional uchuvchi sifatida? Professional uchuvchi sifatida bizga har bir reys bizga o'ziga yarasha qiziqarli. Endi hozir aniq bittasi esimga kelmayapti-yu. O'tgan yil bo'lsa kerak, bir Amerikaga parvoz qildik. Amerikaga endi havo yaxshi kutilayotgan edi. Amerika o'sha New Yorkga yaqinlashib qolganimizda Boston shahrining ustidan o'tiladi, keyin New Yorkka kelinadi. Shu Bostonga kelganimizda New York ob-havosini olsak, aeroport yopilgan, kuchli qor yog'gan, shu payt qor davom etmoqda. Aeroport yopib qo'yilgan, samolyot qo'nish yo'lakchalari qor bilan to'lib, samolyotda qo'nolmay qolganda. O'shanda bizani kutish zonasiga turg'izib qo'yishgan. Bizani vaqtimiz endi baribir tig'iz bo'lgani uchun vaqtimiz chegaralagan sifat. Ya'ni siz sababli odamlar bilan qaytishingiz kerakmi shunda? Yo'q, biz New Yorkka uchib borishimiz kerak. U yerda qolib, bizani u yerda boshqa ekipaj bor. Ular bilan almashamiz.
ular qaytadi, biz boramiz, ular qaytadi shunda. Shu uchun vaqt ziq bo'lgan, Yo'q, vaqtimda bo'lmaganu, bizda yoqilg'imiz kam qolgan bo'lganda, to'g'rimi? kam emas, nima deydi, chegaralanganda. Chegaralangan. Yoqilg'imiz chegaralangan, chunki har bitta parvozga hisob bo'yicha yoqilg'i olamiz. Ortiqcha ham ola olmaymiz, kam ham ola olmaymiz. Kam olsa yetib bora olmaymiz, ko'p olsa bu ham bizga isrofgarchilik. Lekin baribir zaxirangiz bo'lishi kerak bunaqa Zaxira bor. favqulodda holatlar uchun. Zaxira bor, albatta zaxira bor. No zaxira baribir u ham ma'lum bir paytda tugaydi u zaxira ham. Shu zaxira ham bizga 40 minut vaqtimizda, 40 daqiqa vaqtimiz bor edi. Shu qo'nishingiz kerak. Qo'nishimiz kerak. Bizga dispetcher ruxsat bermayapti. Dispetcher 1 soatdan oshiq kutasan dedi. Biz bu yerda bizning vaqtimiz ozgina qoldi. Har 10 minut chiqdik, anaqa dispetcher bilan aloqaga chiqib, bizning yoqilimiz ozgina qoldi deb, oxiri bizani qabul qildi. O'chiridsiz bizani tortishga to'g'ri keldi. Bizani tezroq qo'ndirdi. Chunki biz ham uzoq masofadan kelyapmiz, ancha-muncha yoqilg'i yoqib kelganmiz, ancha vaqt ketkazib kelganmiz. Endi baribir hamma ham charchagan. Shunga bari ob-havoni kutdik. Aeroport ochildi, yo'llarni tozalashdi, yo'l ichilarini tozalab, o'sha qo'nish paytida endi prioritet qilib qo'yadi har xil samolyotlar. Kimdir birinchi qo'nadi, kimdir ikkinchi qo'nadi. O'shanga biz o'chiridga kirish maqsadida, tezroq qo'nish maqsadida shunaqa anaqa qildikda ozgina. Ular bilan, o'sha dispetcher bilan aloqaga chiqib, keyin shunga prioritet zonada qo'ngansiz. O'sha zonada aylanib 40 minut qolganida bizani olib ketdi. Demak, vaqtida qo'ngansiz. Vaqtidan sal oldinroq, o'zi 1 soatdan oshiq deganiga qaramay, baribir shunda ham 40 minutcha baribir aylanishga to'g'ri keldi. Uzoq yillik tajribali uchuvchi ekansiz, Ulug'bek aka. Qanaqadir favqulodda holatlar ham bo'lganmi faoliyatingiz davomida? Bu turbulentlikka tushib qolganmisiz yoki bo'lmasa yo'lovchilardan kimgadir nimadir bo'lib qolganmi yoki qayergadir favqulodda qo'nishingizga to'g'ri kelib qolgan? Bo'ladi-yu baribir, sizda ham uchraganmi? Endi bo'lib turadi bu narsalar favqulodda. Endi shunga to'xtalsangiz. Noxush hodisalar bo'lib turadi. Bir marta endi o'zimda ham bir marta kuchli turbulent zonasiga tushib qolganman. Bu narsa lokatorda ham ko'rinmagan, bu narsa bizning kartalarimizda ham, ob-havo kartalarimizda ham ko'rinmagan. To'satdan o'tirib gaplashib ketayotgan paytda to'satdan tushib qolganmiz. Bizning shunaqa kuchli tushganki, samolyot otib yuborganda, 50-100 metr tepaga pastga otib yuborgan bizani. O'shanda dispetcherga aloqaga chiqqanmiz, bizani ruxsat so'raganmiz, pastga tushishga, pastroq balandlikka tushishga ruxsat so'raganmiz. Dispetcher bizani eshitmagan. Bir necha takror chaqirib, oxiri komandasiz tushganmiz. Balandligimiz mumkin emas aslida bunday qilish. Bunday mumkin emas. Lokatordan ko'rganmiz, kuzatganmiz. Atrofimizda hech qanaqa boshqa samolyot yo'q bo'lgani uchun dispetcherdan ruxsat ola olmaganmiz, lekin xavfsizlik nuqtai nazaridan biz 600 metr pastga tushishga majbur bo'lganmiz. Shundan keyin shu narsa to'xtaganda, turbulentlikdan chiqib ketganmiz. Endi bu holatlarga biz odatda mashq vaqtlarda shug'ullanib turamiz. Bizda to'liq parvoz simulyatorlari bor. Har 6 oyda biz borib, favqulodda holatlar bo'yicha mashqlar o'tkaziladi. Bu narsalar avvalambor hayotda bo'lmagani, bo'lmasin ham, lekin shu narsaga baribir tayyor bo'lib turishimiz kerak. Turbulentlarga biz ko'rganmiz, farqlarni ko'ramiz, endi baribir turbulent zonalarga tushganmiz, anaqayamiz. Biz oddiy qaraymiz bu narsaga, iloj boricha aylanib o'tishga harakat qilamiz. Sizning havo kartalaringizga ko'rinadimi o'zi odatda? Bizda parvoz davomida biza kerakli bo'lgan hujjatlar tayyorlab berishadi. Har bitta parvoz kelishimizdan oldin hujjatlar qo'limizga taqdim etishadi. Hujjatlarda bizning qancha vaqt uchishimizni, qaysi zonadan o'tishimizni hammasi ko'rsatib beriladi. Qaysi balandlikda qanaqa yoqilg'i yoqishimizni, qancha yoqishimizni, qaysi vaqtda qaysi joyga borishimizni hammasi hisob-kitob qilingan bo'ladi. Va kartalar bo'ladi bizda. Ob-havo kartalarini ochib, imенно bizning yo'nalishi bo'yicha, marshrutimiz bo'yicha ko'rib chiqiladi. Qayerda qanaqa ob-havo kutilyapti, shunga qarab iloji boricha balandligini o'zgartiriladi, o'sha zonalarni aylanib o'tishga reja tuziladi. Eng baland qancha masofagacha uchasiz? Bizani Dreamliner samolyoti 13100 metrgacha ko'tarila oladi. Aviatsiyada patolog deydi. Samolyotning patologi 13100.